Sağolishlar yaxshimisizlar? Bugun sizlar sunmoqchi bo'lgan hadiya dars bo'lsa, osh tampon tayyorlash. Hamda buning tayyorlash bosqichlari avval muvofiq miqdorda kraxmal bilan suv tayyorlaymiz. Ya'ni bu ikkisini aralashtirgandan keyin suv holatda qo'yamiz. Amlik bo'lsa qozonlarga yamshi bechini atrofida suv qo'ygandan keyin bayam qilib shu suv aralashtirgan kraxmalni yamshi qozonga ichiga to'kib, yamshi o'tni yoqib, buni teshalatda aralashtiramiz. Buni aralashtirgan sari bu bir xil yamshi qo'ya holatda yamshi lampon holatga keladi. Mana bu tayyor bo'ldi. Endi buni bir qachimiz ilib, buni so'yish holatga qo'yib qo'yamiz. Bu sal qatqandan keyin yamshi tonlatgan suv saqlash bo'limiga buni 2-3 soat atrofga qo'yib qo'yamiz. Mana bu holatda bo'lib tayyor bo'ldi. Endi buni yamshi qirg'ichdan o'tkazib, buni bir chinimizga ilib olamiz. Ham bo'lsa buning shu lampani ustiga qo'ygan bir suyuq tayyorlaymiz. Yana bir paket qachonlanishiga shu chanalgan samsoq, ondan tuz, yana tetim suv, ochiq suv, yog'much va shu shakarlarni, yana shu ochiq qizilmishni ushaq to'g'ragandan keyin bularni tashalat aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lgandan keyin bayam qilib shu qirib tayyor qilgan shu osh lampamizning ustiga buni tashalatda qo'yib, ondan buni ustiga muvofiq miqdorda shu karabshil yoki yumg'oq sut bo'lsin bo'ladi. Bularni qo'yib, yana aralashtirib olgandan keyin bularni iste'mol qilsangiz bo'ladi. Unda biz bu darsimiz mishat oyoqlashdi.